Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Sizlarga ham stol stul, ham bunaqangi neobычный stol stullarimizni makoniga kelganmiz. Xudo xolasa ustakamiz bilan obzorlarni, ma'lumotlarni hammasini sizga yetkazib beramiz. Ungacha like tugmasini va obuna tugmasini bosib, mebel olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying. O'zingiz qiynagan stol stul yo'q, buni ma'lumotlarni bilgingiz kelsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Xo'p. Assalomu alaykum hoji aka, yana bir bor. Ma'lumotlarni obunachilarimiz uchun qisqacha yetkazib bersak, o'zingiz bilan. Xo'p. Bu neobычный ishlarimizni chetga surib tursak-da, bulardan boshlasak aka. Akvarium xonlarimizdan xudo xolasa. Ma'lumotlari, razmerlari, yog'ochlari. Assalomu alaykum. Hop, bu ishlarimiz 14 talik 14 kishilik. gullari bambu gulli ishlarimiz. Aha. Oyoqlari 9 li oyoq deb qo'yamiz bularni. Oldi oyoqlari 9 li. Materiali? Materiallari yong'oqda amaga. 100% yong'oqdan, xudo xolasa. Behijolat. 14 talik ikki boshiga bittadan bunaqa kresloli qo'yganmiz. Qo'yilgan. Xonadon boshliqlariga. Aha. Machalkalarimiz. Machalkalarimiz 22 plots. 22 12 santim, plotnisasi 22 plotnisa, qalinligi 12 sm qo'yganmiz. Sidinasi 12 sm, tepasi 3 sm-lik. Chester holatda ishlov berilgan. Orqalarini ham ko'rib qo'yamiz, broshkali, xudo xolasa, chiroyli qilib. Buni haliginaqa pardani popugi bor-ku, shunaqa ham qilishyapti. Bunaqa ham qilib beraveramiz, zakazga qarab. Bunaqa qilib beraveramiz, zakazga qarab 14 ta, 12 ta, 16 ta hammasini chiqaraveramiz, xudo xolasa. Ranglariga keladigan bo'lsak, ranglariga mashinaning kraskasini ishlatish ekan. Shuni ham inobatga olib qo'yaylik. Lak sepilgan ishlar bular. Lak sepilgan. Bozorimizda har xil ishlarimiz bor, lakli, laksiz. Bu ishlarimiz laklangan ishlar. Akrilik lak deb qo'yamiz, shunaqa laklar ishlatilgan. Xo'p. Demak, buni narxlari bu 14 taligimizni narxlarini hop 14 million deb kamini qilib beryapmiz. 14 million so'm kami bor. Akvarium holatida, akvarium holatida oyoqlari bilan. Demak, buni xon taxta varianti qanchaga chiqadi? Xon taxta varianti mana shu holatida 500 ming so'm arzon qilib beraveramiz, qanday kelishsak. Sababi o sumalarni narxini chiqaraveramizda. 500 ming so'm arzon kelishini berilaveradi. Xo'p. Bu holatida 13 million so'mga beramiz. 13 million so'm xon taxta bo'ladigan holatda kreslolari bilan. Yo'q, mana shu holatida 13 million. Xon taxta bo'ladigan variant bo'ladigan bo'lsa 12,5 millionga beramiz. 12,5 million so'mga beradi. Andijon shahar ichi bo'ylab dastavkamiz bepul. Bor. Dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga Uston aka bilan kelishilgan holatda qilib berilaveradi. Kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Xo'p. 100% MDFdan bo'lgan. Betiga layklar sepilgan. Xudo xolasa behijolat. Suv to'kilsa hech narsa bo'lmaydi. Yo'q, xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Xohlagan rangda, xohlagan materialni chiqarib beramiz. Oq, korishniy. Biz obunachilarimiz uchun bonuslarimiz bor, xudo xolasa. Bonuslar xudo xolasa, haligi yo'lga qo'yamiz. Vodiy ichi bo'ladigan bo'lsa, bonusiga dastavka qilib beraylik. Dastavka qilib beramiz, besplatniy qilib beramiz. Besplatniy, vodiy ichiga. Qolgan voha tomonlardan vohalarga bo'lsa nima qilamiz? Xo'p, bu ham bambuk ekan, old oyog'i boshqacha ekan. Bu ham xuddi o'sha variantimizni, jicha bo'y balandroq variant. Bo'y balandroq. Bundan ko'ra jicha balandroq. Mana. Bunimiz 120 lik, bu 128 lik. Tushunarli. Bunday qilib ko'rsatsak, yana ham oson bo'ladi. Mana, aslida anchagina 5 sm, 6 sm baland ekan. Keyin sidinalar ham kattaroq ishlangan. Sidina ham katta undan. Katta ekan. Keyin bu ishimizga sidinasiga 22 plotnisa machalka qo'yganmiz, 12 sm. Faqat sidinasiga turetskiy material qo'yganmiz. Turetskiy material. Ko'proq endi bir xil odamlar shunaqani ham xohlaydi. Tepada materiali bir xil narigilarimiz bilan. Materiali xohlagan rasvetkada qilib beraveradi. Rasvetka qilinaveradi, o'zgartirilaveradi. Kraskani rangi, materiallari o'zgartirsak bo'laveradi. Narxlari o'zgarmaydi, xudo xolasa. Narxlari shunga qarab turib o'ziga nima bo'laveradi. Masalan, nima deydi? Masalan, laklanmagan bo'lsa arzonroq chiqadi ishlar. Lekin laklab ishlarimiz ko'proq lak bilan ishlaymiz biz. Sababi
kraskani ko'proq yaxshi ushlab turadi. Ha, ha, ha. Uzoqroq muddat. Uzoqroq yetkazish Ha. beradi. Xudo xohlasa garantiyalarimiz Garantiyalarimiz bor, xudo xohlasa. Yong'oqdan 100% ishlangan. yaxshi ishlatsa 10 yilgacha xizmat Ha, qiladi. xudo xohlasa. Zo'r. Bu tutarmanga bog'liq ko'proq. Xonlarda ham o'zgacha Ha, bunisiga qora qora patina patina qilib ishlaganmiz. ishlov berilgan. Ha, sepib turib Judayam artib chiqamiz. Xonada ham bor bu narsa. zo'r. Bunimizda mana shu 500 ming so'mga xon taxta bo'ladigan bo'lsa, arzonlab chiqaveradi. arzonlab chiqarib beraveradi. U yog'ini pastdagi nomerlarga telefon qilasiz, ustakamiz o'zi bilan u yog'ini pullarini gaplashib olaverasizlar, demak. 12 talik varianti ham bor. Bu mana shu 24 talik 12 varianti ham bor. Ha, 12 talik, 24 talik mijozni joyiga, xonasiga qarab turib Xonasiga qarab. qilib berilaveradi. Aha. 12 ta, 14 ta, 16 ta, 18 ta har xil Pardalariga qarab materiallari ham o'zgaraveradi. o'zgaraveradi. Juda ham yaxshi. Bu yoqda kapalak nomli ishlarimiz ham bor ekan. Ha, bunimiz korishniy svetda. Karishning kapalagimiz. Xo'p. Juda zo'r. Bunimiz qanchadan chiqarib beramiz? Bunimiz 12 taligini 6,5 millionga beraveramiz. 6,5 million so'mga beraveramiz. Juda ham zo'r. Bu modelimiz chinordan Obunachilarimiz uchun ishlangan. zo'r imkoniyatlari bor ekan. Demak, vodiy bo'ylab dastavkamiz ichida. Bizni obunachilarimiz bizni kanalimizdan chiqishsa, vodiydan bo'lsa, Namangan, Farg'ona, Andijon shahar ichi bo'ylab dastavkamiz bepul. Xo'p. Xurram fason ishlarimiz bor ekan. Ularimiz 12 taligi, misol uchun akvarium xon bo'ladigan bo'lsa, qanchadan chiqarib beramiz? Xurram fasonlarimizni 10 milliondan qilib beraveramiz. 10 million so'mdan qilib beraveramiz. U yog'ini ustakamiz Yong'oqdan bo'ladi materiallari. Xo'p. Bularimiz-chi aka? Bularimiz High-tech fasonga ham tortib ketadi. 6 talik kuhnaga ko'pchilik hozirgi kunda ko'p nima bo'layotgan. Xarid qilyapti. Kuhnalarga qo'yishyapti. 6 taliklarimiz yong'oqdan ishlangan. Xonlari MDF. 100% yong'oqmi bu? Ha, yong'oqdan bo'lgan. Zo'r. Bularimizni 6 taligini 4,5 millionga qilib beramiz. 6 taligi 4,5 million so'm, mijozi oqshiga qarab 8 talikgacha bo'ladi. 8 ta, 4 ta, 2 ta har xil. Bunimiz 2 taligi mana. 2 taligi ham bor ekan. Bu modelimiz nomi Valentin. Bunisi Orom deb nom berganmiz. Ha, Orom kursiga o'xshagani uchun Orom deb nom berilgan. Bu ham 100% yong'oqda, Yong'oqdan ishlangan. Xo'p, oyoqlarimiz-chi buni? Oyoqlari buniki chinordan ishlangan. Ha, bu qismi chinor. Yo'q, uchi bu yog'i chinor, ha. Ha. Xo'p, chinordan, tepalari MDFdan ishlov berilgan. Juda ham zo'r. Kraskalaklari yaxshi, mashalkalari buniki ham 22 plotnistda. Necha santimetr bo'ladi bu? Bularkini 5 santimetr. 5 santimetrlik. Taglarini nima qilib material o'rniga haydab qo'yilib qo'yilgan ekan. Juda ham zo'r. Ko'pincha ko'rganmiz, material qo'yib berishadi. Ha, tagini material bo'ladi. Biz ham endi haydab o'tilgan shunaqa. Ikkitaligi necha pul bo'ladi? Dizayn ham sifat bo'ladi. Ikkitaliklarimiz ularda 2 million so'mga beramiz. 2 million so'm beradigan bahoyimiz. Buni ham 4 talik, 6 talik variant. 4 talik, 6 talik bo'ladi. Bunimiz 6 talik, narigisi 4 talik. Materiallari o'zgaraveradi. Materiali rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Ha, kraska bo'ladigan bo'lsa, stullarimizga 20 ming so'mdan qo'shilib qoladi. Demak, shampan, oq, ha, shularga ozgina qo'shilib qolgan, ko'p emas. Bunimiz narximiz qancha edi? Bunimiz 4,5 million so'mga beramiz, Valentin fasonda. 4,5 million. Oromlarimiz 6 taliklarini 4 million 600 ga qilib beramiz bunikini. 4 million 600 ming so'm. Xo'p. 4 taliklarini 3,5 millionga qilib beramiz. 3,5 million so'mga qilib beramiz. Xo'p. Bu 2 talikchi bu. 2 taliklarimiz 2 million so'mdan chiqadi. 2 million so'mdan xohlagan fasonda 2 million so'mdan chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz. Juda ham zo'r. Xo'p. U yog'ini o'zingizlar xohlagan, misol o'zingizlarga yoqqan, boshqa joyda ko'rgan ishlaringizni ham Telegram orqali suratlarni ko'rsatsanglar, bemalol narxlasanglar bo'ladi. Yasab beraveradi ustakamiz. Xo'p, manzilimiz hop Oxyorda. Oxyor, Andijon viloyati Farg'ona kanalida oldida. Oxyor degan joyida ekan. Xo'p. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Qolgan ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ustakamiz o'zi bilan gaplashinglar. Shoshilinglar. Bizning nomimizdan, bizning kanalimizdan aloqaga chiqqan odamlarga vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Shuni ham inobatga olamiz.
Rahmat kattakon. Obuna va like tugmasini bosishni unutmanglar.